Tezkor xabar: Andijonda inspektor pichoqlab o'ldirildi. Qotil qidirilmoqda. Kecha 1-iyul kuni Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida profilaktika inspektor chaqiruv vaqtida pichoqlandi va vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat 20:50 larda Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Yuksalish mahallasidagi xonadonda janjal bo'layotganligi haqida xabar kelib tushgan. Hudud profilaktika inspektori katta leytenant Abdurasul Abduvaliyev mahalla raisi Mamataliyev bilan birga voqea joyiga yetib borgan. Ma'lum bo'lishicha, 65 yoshli fuqaro mast holda o'z oila a'zolariga xo'jalik pichog'i bilan tahdid solayotgan bo'lgan. Fuqaroni zararsizlantirish jarayonida Xolbozorov qo'lidagi pichoq bilan katta leytenant Abduvaliyevning ko'krak qismiga zarba berib, qochib ketgan. Olgan jarohat oqibatida ko'rsatilgan yordamga qaramasdan Abduvaliyev shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida vafot etgan. Bildirilishicha, holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 2-qismi bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumondor Yunusal Xolbozorov esa voqea joyidan yashiringan. Uni aniqlash va qo'lga olish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda.